Devo boltni juda ko'p kishi bilsa kerak. Devo bolt deganda hamma shuni tushunadi. Buni polni qoralardan, oqlardan mavjud. Bularning markasi 19 lik bo'ladi. Qattiq xudo xolasa sifatlari moshni. Akalar ko'p kishi o'ylaydi, qorasini qattiq deb o'ylaydi. Qorasi ham qattiq. Oqi ham shunaqa. Prosta rangida farqi bor xolos. Bu ham o'sha rang qilingan, oq qora rang qilingan, bu ham oq rang qilingan. Baribir me'yorida shunaqasida qattiqligi, anaqasi bir xil, lekin rangi baribir o'zgartirish kiritiladi. Hamma o'sha nima deydi, to'kirni yokida boltkega shu ishlatib ko'rgan akalarimiz yaxshi bilishadi. Do'konlarimiz bugun dushanbaligiga qaramasdan do'konlarimiz ochiq, bemalol 91 688 8990 ga murojaat qilishingiz mumkin. Sizlarga O'zbekiston bo'ylab eng arzon narxlarda, eng optimal narxlarda yetkazib beramiz. Sifatli tavsiyalarni yangi do'kon ochmoqchi bo'lgan akalarimizga tushuntirib, yo'nalish berib, do'konlarni chiroyli qilib to'ldirib beramiz. Nech puldan boshlashni bilmay turgan bo'lsangiz, bizga telefon qilinglar. Sizlarda sharoitlarni o'rganib chiqib, qaysi nima ketishidan xudo xolasa jicha qilib, sizlarni ham obyorlarni shunaqa katta kengaytirib, sizlar bilan 10-15 yil, 30-40 yil bemalol sizlar bilan boltkeka sohasida ishlab kelamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kuninglar xayrli o'tsin.